Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun ishlagandimi voyaga yetkazib ishlashning ahamiyati haqida to'xtalamiz. Dunyoda har qanday ish qimmatlik. Har qanday ish qimmatlik. Cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, ishning yuqori, tuvan darajasi bo'lmaydi. Ishlaganning yuzi yo'q. Ishlash haqiqatan Allah'a suyumlik bir iş. İşligandimi voyaga yetkazib, şu o'zining har qanday ishda mukammal ishlash yana bir muhim ish yani. Usta yog'ochchilik bo'lumsiz advokatlikdan afzal deyiladi. Mayli dunyolik bo'lsin yoki oxiratlik bo'lsin, har qanday ishni qatir qilib, voyaga yetkazib, ixlos bilan qilish dinimizning eng oldingi chaqiriqi. Allah Taala'nın muhabbetiga sazovor bo'lishning yo'li ve maqsadga yetishning sharti. Chunki voyaga yetkazib ishlaganlar maqsadiga yetadi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq degan: "Allazi xalqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." O sizlarning qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun o'limni va hayotlikni yaratgan zotdir. Va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin. Qatir qilib ish qilinglar. Allah qatir qilib ish qilguvchilarni yaxshi ko'rdi deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni ta'kidlab, Alloh sizlarning ishni qatir qilib qilishinglarni yaxshi ko'rdi degan. Ko'ryapmizki, bu dunyo ishni mukammal qilib natija qozong'uvchilar uchun hozirlangan keng maydon. Ishlaganlar ishlaydi, ishlamaganlar ishlamaydi va muhtojlikdan qutula olmaydi. Bu umumiy qonuniyat. Chunki Alloh taolo gerçi barcha maxluqotning rizqini o'zi beradiganligini va'da qilgan bo'lsa-mu, aşı rizqni tirishmasa yeyolmaydi. Shunga to'xular oldiga tashlab berilgan tayyor donni to'piga puchilab, o'ngga, so'lga o'rish orqali mehnat qilib, jafo tortib yeydi. Qushlar atiganda chiqib ketib, rizqini izlaydi va kechda ularga qo'soqlari to'mpaygan holda qaytib keladi. Chunki Alloh taolo barcha maxluqotga ashundaq ishlab yeyishni o'rgatgan va shu ongni ularda yerlashtirgan. Dali Karnek mundaq deb yozgan: "Siz kichik ishda g'alaba qilishni bilsangiz, albatta cho'ng ishlarda ham g'alaba qila olasiz. Sizning usta bir yog'ochchi bo'lganingiz g'alaba qila olmagan advokatlikdan albatta yaxshidir. Kishilarni tanqidlaydiganlar umuman qo'lidan ish kelmaydigan tabaqadagi insonlardir. Mundaqlarning buzudig'ini, tuzdig'inidan ko'p bo'ladi." Finlandiyalik mashhur muzika ustozi Siplipos o'quvchilari bilan uzutish oldida o'quvchilardan birining tanqidlardan qo'rqadiganligini aytganida uningga bergan munu javobini esda saqlash kerak. U mundaq degan: "Seni boshqalarning tanqid qilishi g'amkin qilmasin, shuni bilginki, hech qanday bir millat tanqidchilardan birining haykalini yasab boqqan emas. Ular faqat g'alaba qilgan qahramonlarning, ish qilganlarning haykalini yasaydi. Shunga bizning hayotdagi vazifamiz haqiqatni qechish emas, uning bilan yuzlashish. Siz o'zingizga ishonishni bilsangiz, men sizning cho'qim g'alaba qilishingizga kafolat beralayman. Yetarki umidvor bo'ling, o'z qudratingizga ishoning, tanqiddan qo'rqmang, har zaman ma'lum bir nishonga yetish yo'lida kurash qiling. Shunda qilsangiz g'alaba sizga mansub bo'ladi, baxt saodatmi sizga mansub bo'ladi. Hurmatli qarindoshlar, Alloh taolo hammamizni natijali ish qildiganlardan qilsin. Amin.